Kimda shu darvoza tushsa, shu darvozani обналичкасы 2 million tekin O'tib beramiz. o'tib berasiz. Zapisni vashye bosmang. O'zim aytaman sizga. Qo'limdan kelgani sizlarga bugun 2 million so'mlik bitta barakani olib berish bo'ldi. Xudo xolasa. Ha, yo, zo'r bola. Vashye молодец, zalatoy. Bundan ham ko'p bonuslarni, yaxshiliklarni, hali foydali narsalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bilamiz, lekinlanmirdi, yaxshilik. Ha, yo, bu yigit duoga shogird. Ertaga bo'lmaydi, agar bugun bo'lsa. Bugun bo'lsa. Ha? Xudo Kelishdi. Chiroyli qilib, sifatli bitirib berishga harakat qilamiz. Kimda shu darvoza tushsa, shu darvozani обналичкасы 2 million tekin O'tib beramiz. o'tib berasiz. Faqat vodiyga. Andijon, Farg'ona, Namangan. Bir kunda o'rnaydi. Xullas, qarang. O'zimda ham darvoza yo'q. Aha. Agar iloji bo'lsa, biznikini ham razmerini o'lchab turib, necha bo'lsa, qanaqa darvoza bo'lishini aytsangiz, bitta darvoza qilib olsak yaxshi bo'lardi. Beramiz aka chiroyli qilib. Ha. Darvozalarimiz bor mana. Yoqtirganingizni aytsangiz, shunga qarab razmerlarni olib. Endi yoqtirganim yaxshi-yu, eng zo'rini ko'rsatingchi, qaysi biri eng zo'r? Darvozam Shohona mahallada bitta bo'lsin desangiz, mana Aha. Samarqand fason darvoza. Mana shu Samarqand fason. Samarqand fasonda original varianti. Aha. Gullari ham simali, gullari ham to'g'inli gul bo'lgan. Razmeringizdan tashqari Aha. yana ham bogatek ko'rsatadi, devorga minadigan yonidagi одналичкасы. Chekkasi, ha? Chekkasi, tepasi ham misol 35 sm dan tepasi 40 sm tepaga chiqadi. Bu tomonga oldiga kaziroq bo'lib 40 sm chiqadi. Endi savol, mana shu hozir shu turgan razmer siz aytayotgan 30 sm, 40 sm-larda xohlasak 50 sm, 60 sm yoki Bo'ladi. 20 sm qilib ham qisqartirish iloji bormi? Bor, одналичкani xohlagan razmeringizga qarab, joyingizga qarab, darvozani katta kichikligiga qarab qilaveramiz masalan. Qilaveradi. Qilaveradi. Kvadrat metr necha pul buni? Bu darvoza emas, 2 qavatli variantda bo'lgan. Birinchi qavati 1.8 qora pilisovoy rossiyskiy list bo'lgan, ikkinchi qavati cho'tir list deydi, Xitoy list, 1.3 bo'ladi. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavatning o'rtasida shumka bo'ladi. Ha, Shovqin bermaslik uchun. Ha. Yo'llar xohlasangiz o'ngga o'ng burus qo'yib beramiz, 2 bir stenada. hop, Xohlasa shiviller qo'yib beramiz. shiviller. Ha, 1 kvadrat metri hozir O'zbekistonda 12 ta viloyatiga, vodiyga, vohaga, dastlabki ustanovka hammasi ichida 1 million 250 mingdan 1 million 350 ming so'mgacha. Narxi 1 million 250 mingdan 1 million 350 ming. Materialiga qarab, qalin Shiviller tarafga qarab bo'lsa, ketaveradi. shiviller bo'lsa, unga qarab turib. Listni 2 kilo qo'yib ber deydi, yo parashroq, budjetliroq variant 5 xil bering deydi. Shunga qarab narxini kelishaveramiz. Bo'ldi. Bu 1 million 250, 1 million 350 bo'lsa, bundan sal arzonroq yoki bunisi qanaqa? High-tech fason darvozamiz eniga 4 metr bo'lgan, balandligi 350 bo'lgan. Shuni turishi. Hop, shu turishi hozir kvadrat metrga joy razmerlariga qarab chiqarib beramiz. Hop, 3 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin. Kvadrat metri buni 1 million 300 ming so'mdan chiqayapti hozir. buniki 1 million 350 ming. Original 2 qavatli variantda. Original 2 qavat variant. Kvadrat metr 1 million 350 ming bo'lsa, nechiga necha mana shu darvoza? 4 ga 350 tushing. 4 ga 350 da tushaman. Aha. Tak, 4 kvadrat chiqyaptimi? tak, 4 ga ko'paytiraman. 350. 350. 14 kvadrat chiqyapti. 1 million 300 Ko'paytiraman. ming so'mdan. Aha. 1 million 300 ming so'mdan. 18 million 200 ming so'm. 18 million 200 ming so'mga agar joy razmerlari 4 ga 3,5 bo'lsa, mana shu holatda 1 ga 1 bo'ladi, 18 million 200 ming so'mga. Vodiyga ham, Toshkentga ham, Surxondaryoga. Respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga, qo'shni davlatlarga hop chegaragacha olib borib beramiz. U yerda neytralkagacha. ha, O'zbekistondan neytralkagacha. olib chiqib berasiz. Ha, kargo xizmatigacha olib borib beramiz. Hop, Bu yerda o'zlari o'tib olishadigan bo'lsa, olib kirib ketishsa, olib kirib ketishsa, o'zimiz o'tib ustanovka qilib beramiz. o'tib endi keyingi savol. 18 million 200 ming so'm ekan shu darvoza. Bu darvoza 18 ming so'm. Nima skidka, nima bonusi bor shu pul ichida? Hop, biz lider darvoza jamoasidan 2 qavatli ruchniy rabota, mana shu darvozani 18 million 200 mingga bitta olishsa, Hop, bonusiga mana bunday kachelamizda bonusni qo'shib beramiz. Chiqayotgan narxi, sotuvdagi narxi ham 1 million 800 ming so'm sotilyapti. bu ham qo'l ishi. Qo'l ishi mana O'zimizda ishlab chiqarilgan. o'zimizda ishlab chiqarilgan, bu Farg'onadan ishlab chiqarilgan yostiqchalari bor. Hop, mana seriolari ham xudo qalin qilib to'qilgan. Bitta darvoza olishsa shunday rabota, bitta bonus qo'shib beramiz. Agar shu darvozadan bitta nomerdan 2 ta harf qilsa, mana bunda kattasidan ham qo'shib beramiz kachelarni. Yumshoq bo'ladi, mana bu joylari yotib tushaveradi mana. Bemalol o'zlarining holatlariga qarab, holasi yotqizib olishadi, orasida mana bunday qilib hop
holatlariga qarab tepalari Lexan bo'lgan, quyoshga garantiyalisi. Kraskalari Parashko va Shagrin kraskadan bo'lgan. Bitta nomerdan ikkita darvoza zakaz qilinglar, mana bitta kachela bonus, bitta olishsa mana bu kachelani bonus qilib beraveramiz. Yana qanaqa darvozalar bor? Original variantda chiqqan, ruchkalari ham pol nerjevenka qilib berganmiz. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan chiqadi. Mana ko'rib turishlari mumkin. 4 ga 3.5 bo'lgan buni razmerlari ham. 4 ga 3.5. Ha, 1 qavatdan chiqmaydi. Faqat 2 qavatdan chiqadi. 4 ga 3.5 bo'lgan. Ha, buni chaqirsa ham ovoz eshitilmas ekanda ichkariga. Shunchalik mana. Umuman qalin. Bagati darvozaga bagati turish uchun ruchkalarni ham originaldan qo'yganmiz. Nerjevenka zanglamaydi. Qo'l-qo'lni kesmaydi ham, dumaloq. Молодец. 1.300.000 so'mdan 1 kvadrat. Bu 1 kvadrat 1.300.000 so'm. Shunaqa. Buni arzonlatish mumkinmi? Bor, 1.250.000 dan ham qilib beramiz, 1.200.000 dan ham qilib beramiz. Listlari buni 1.8 bo'lgan bo'lsa, 1.7, 1.5 qo'yib, profillari, yondorlarni, stenasini, profilni o'zini pasaytiradigan bo'lsak, narx tushaveradi. Endi keyingi savol, bu nomini Dubay deyapsiz-a? Dubay pas. Darvozalar juda ham ko'p. Sizga birorta darvozani suratini tashlasa shunaqa narsa beraverasizmi? Ha, bizda hozir ko'rishgan darvozadan yo'q bo'lsa, o'zlari yoqtirgan. Boshqa joyda ko'rib, shu rasmini yo videosini tashlab bersa, birga bir qilib chiqarib beraveramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta darvoza bor ekan, setda o'zida. Orqada ham 3 ta darvozamiz bor. Orqada 3 ta bilan 12 ta. Qimmatga o'xshaydi, lekin 1 kvadrat metr 700 minglik pechat shtampovka. Bu 700 minglik. 700 minglik. Skromli xohlaganlar uchun skromli taraf fason 2021-yildan beri eng ko'p sotilayotgan darvozadan 2 qavat shumkali variant 1.300.000 so'mdan chiqadi. Bu ham shunaqa 1.300.000 so'mdan 2 qavat shumkali. Original varianti. Samarqand Pason darvozamizda ikkinchi varianti. Boshda ko'rsatganimiz bilan u gullarida, ranglarida farqi bor. Mana bu joylarga simala qo'ymaganmiz. U bilan buni solishtirib ko'rishsa, aytishaveradi, u 1.200.000 dan chiqadigan bo'lsa, bu darvozamiz o'sha materialda 1.250.000 so'mdan chiqadi. Bu. Ha. Mana bu uni gullari, kovunli gul bo'lgan, simala bo'lgan. Buniki undan ko'ra sal oddiyroq gul ishlatganmiz. Nisbatan materiali. Ha, o'shaning uchun kvadrat metrdan 50.000 so'm narx arzonroq qilib beraverasizlar. Mana shu qoralik yoqdi rangda. Hop, pechat shtampovkani gibrid varianti. Aralash. Ha, budjetli bo'lgan. Misol mana bu 1.300.000 dan chiqadigan bo'lsa, hop, mana bu 700.000 so'mdan chiqadi. Siz o'ylanib qolyapsiz shu-da. Yo'q, o'ylanib qolyapsiz. Narxni qo'shmay gapiring. Bitta gapirgandan keyin o'shanga javob, chunki hozir siz mana uni o'ylanib qoldingiz-da, 500 ming dollar ham ekan deb turibman. 500 ming devoribdi, 500 ming qilib berasizmi axir? Men arzon aytvordim buni hozir. Hozir shunday ham arzon aytvordim. Arzon aytvordim hozir. Nech pul edi o'zi? Bu darvozalarimiz aka shu yaxshi materiallari qalin, baquvvat bo'ladigan bo'lsa 700 ming, 750 ming chiqadi. Nimaga 700 ming dedingiz-ku hozir? 700 ming deb arzon aytvordim-da. 700 ming arzon aytvordim. O'zi 750 deysiz. 700 mingdan qilib beraveramiz. 700 ming. Agar sizni kanalingizdan chiqishadigan bo'lsa 650 ming so'mdan qilib beramiz. Seryozni? Qilib beramiz, xudo xohlasa. Misol hozir mana shu 10 kvadratdan oshiq bo'lsa kerak. 10 kvadratga 50 mingdan qancha skidka bo'ladi? 500 ming so'm. 500 ming. Obunachilaringiz uchun aka narx tushib beraveramiz, xudo xohlasa. Malades. Bu ikkovi bir xil-a? Ha, bir xil pechat shtampovka. Endi hop, darvozamiz. Bunisi qanaqa? Bu darvoza ham budjetli variantda chiqadi. Gibrid. Ha, yo'q, bu 2 qavatli darvozani gibrid qilganmiz. Yoni 25 sm dan tepaga 30 sm adnanichga chiqqan. Bu bo'yi 330, eniga 360 bo'lgan. Savol, 330 ga 360 lik 360 lik darvoza? Savol. Ne, bu puli necha pul? Pulni bilib olayda. 1 kvadrat metri 1.100.000 so'm. 1.100.000 so'm. Shu nechiga necha hozir shunda? 360 ga 330 bo'lgan. 360 ga 330. Mana hisoblaymiz hozir. 360 ga ko'paytiraman 330. Bu razmerdan tashqari adnalichkasi ham bor buni. Adnalichkalari ham bu kvadratga kirib ketadi buni. 11.8 bo'lyapti. Ko'paytiraman 1.100.000. 1.100.000 so'm. 1.100.000 so'm. 13.68 ming so'm bo'lyapti. 13 million deyildi, endi 68 ming mayda laqtagi hamma rozi bo'lsa kerak. Ko'rib turganlar ham siz ham rozi bo'lsangiz kerak. Qarang, 13 million so'mlik darvoza. Buni egasi bormi? Yo'q, bu reklamaga, ko'rgazmaga yasalgan. Reklamaga tanlashga. Turibdi. Endi savol.
agar mana shu o'sha hozir ko'rib turgan odamni razmeriga tushsa, necha pulga o'tib beradi? Qancha skidka qilib beradi? Shuni tayyor, shuni olib borib o'rnataman. Necha kunda o'rnaydi mana shu tayyor razmer tushsa? Bu faqat o'zimizda vodiyga o'rnaydi. Vodiyga o'rnaydi. Vodiyga o'rnaydi. Misol, bugun zakaz berishsa, ertalab borib. Ertaga o'rnaydi. Savol, necha pulga berasiz? 13 millionlik darvozani. Naqd tayyor, obunachilar sizlarga. 13 millionlik darvozani mana bu nalichkalarini bekorga o'tib beramiz. Necha pulga tushasiz? Mana bu nalichkaga ham hozir bizda toza razmerga tushdik. Ichiga tushdik, Bu xo'p. razmerlari ham qo'shilishi kerak edi. Xo'p, agar nalichkani chiqarib hisoblayman mana siz aytganingiz. Nalichkani chiqarib hisobladingiz hozir. Endi nalichkani qo'shib hisoblang. Siz, Buni toza razmeri bo'yi 3.30, toza razmeri. Xo'p, Joyiga tushadigan 3.60. nalichkani hozir hisoblamadikmi Yo'q. shunaqa? Toza razmer tushadigan joyiga tushadiganini hisobladik. Hop. Endi undan razmerlardan tashqari 25 santimetrdan devorga minadigan nalichkasi mana turibdi. Agar kimga yoqib qoladigan bo'lsa, nalichkani qo'shib hisoblanadi buni. Siz yo menga oshna bo'ling, yo ayiqqa oshna bo'ling-da. O'zi boshida aytayotganda nalichka bilan qo'shib aytmaysizmi? Nalichkani o'ziga ham aka 1.800.000 so'm pul qo'shiladi. Ha. Nalichkani. Nalichka bilan ayting chiqani boshidan 3 necha? 3.30 ga yana Buni 4.10 hisoblang. 4.10 hisoblang. 4.10 ga Xo'p, 3.55. 3.55. Ko'paytiraman. 1.100.000 ga ko'paytiring. 3.55. 14,5 kvadrat chiqyapti. 14,55 chiqyapti. Ko'paytiraman. 1.100.000 so'mga. 1.100.000 so'm. Hozirgi birinchi aytgan narximiz 16 million bo'lyapti. 16 million 10 ming so'm. Shunaqa. Значит, agar mana shu razmer tushsa, Tushib qoladigan abnalichkasi o'tib beriladi. o'tib beriladi. 2 million. Barakami? Baraka, misol. Endi mana shu yerda labis. aytilgan gap labis. Endi yana mana shu yerda addushibda baraka olib beraman sizlarga. Qarab turinglar. Bitta bu darvozaga emas. Hozir ko'rsatgan hamma darvozaga. Bo'ladimi? Chidalmayapti. Chidalmayapti, gapirolmayapti. Betida qochib ketdi kattarlar. Optim joyi, Hop. narx-navoni surishtirishsa ham, boshqa qilishsa ham agar bizdan arzonroq aytadigan bo'lsa, ularcha parashroq material ishlatgan bo'ladi. Yupqaroq. Yupqaroq. Bizning ham hozir aytayotgan darvozalar garantiyali, chiroyli, yaxshi darvoza olaman, xizmat qilsin degan hamyurtlarimizga shunaqa narxda aytayapman. Bo'ldi, bo'lmasa Har bir darvozamizda xudo xolasa bonuslarni qo'yib beramiz. gap yo'q. Qiynamanglik. Akamizni mana shu darvozasiga baraka. Kimda shu darvoza tushsa, shu darvozani abnalichkasi 2 million tekin O'tib beramiz. o'tib berasiz. Faqat vodiyga. Vodiyga. Andijon, Farg'ona, Namangan. Bir kunda o'rnaydi. Ertalab o'rnaydi agar bugun bo'lsa. Bugun bo'lsa. Ha? Xudo Kelishdi. xolasa. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ishlayapsizlarmi? Lokatsiya qayerda? Necha pul, qanchada yoki boshqa bo'laveradi. Endi oxirgi savol. Zakaz qilinsa, darvozaning razmeri tushmasa, zakaz qilinsa qanchada tayyor bo'ladi va qanday bo'ladi garantiyasi? Agar 2 qavatli ruchnoy rabota darvozalar bo'ladigan bo'lsa, 20 kundan 1 oygacha muddat. Mana shu darvozamiz yoki mana darvozamiz zakaz qilishsa bizga 2 qavatli shumkali varianti bu. 1 oy ichida. Hop. Orada o'ta srochniy to'yni belgilab qo'yish, o'ta alindoqa bo'lib qoladigan bo'lsa, uni ham imkon boricha tezlab beramiz. Xudo xolasa. Gap yo'q. Shu va xudo xolasa. Ha, shu Bu yoqda yana 3 xil bor ekan. Bu yoqda 3 xili bor ekan. Pechat darvozani nalichkasini ko'rsatmadik. Mana Bu pechatmi bu? Pechat gibrid darvozamizda adnalichkali varianti. Ha, chekkasiga nalichkasi bor. Nalichkasi bor. Aha. Kvadrat metri 700 ming so'mdan chiqaveradi original variant. Bo'ldi. Narigisi-chi? Ha. High-tech pason razmerlari kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, Aha. 1.200 ming so'mdan 2 Ha. qavatli. Taraf pason darvozamiz 1.200 mingdan 1.300 ming so'mgacha. Bu 1.200 ming, 1.300 ming so'm. Ha. Mana ikkita ruchnoy rabota bundan bitta nomerdan zakaz qilinglar, mana bunday kachalarni bonus qo'yib beramiz. Ha, ikkita ruchnoy Ha. qo'l ishiga Mana bunday katta kachalar qo'yib beramiz. bitta qo'l ishiga bittalik kichkina Qo'yib beramiz. simli katta kichkina kachalar. Mana taraf pason darvozamiz mana bu yerda ham. O, mana buni Skromniy. sveti yoqdi. Mana buni rangi yoqdi menga. Hı? Men darvozam shunaqa sep berasizlar. Sab beramiz aka. Bo'lmasa nima qilamiz? Hozir bo'lmasa mana darvozalarni ko'rsatdik. Obunachilarning nomerlarini berdik. Endi bo'lmasam agar iloji bo'lsa biznikini bir o'lchab bir
bir narsa qilsak. Xudo xohlasa, razmerlarni olaylik, razmeringizga qarab, mana bunaqa holatga tushadi deb turib maslahatni beramiz aka. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasam keyingi videoga o'sha bitta yangilik qilsak zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa. Hozircha pechat shtampovka darvozamiz 650 ming so'mdan. Ha, Hop. Misol keyinchalik 2 qavat qo'yib beraman, qo'yaman deydigan hamyurtlarimiz uchun buni qo'yishsa 3-4 yildan keyin 2 qavat qo'yib bering deyishadigan bo'lsa, bizdan olishgan bo'lsa darvozani o'zimiz qaytib olamiz. Ustiga pul berishadi, 2 qavat chiroylisidan qo'yib beramiz. Bunisi ham 650. Bir xil. Bunisi-chi? 600 ming so'mdan. Bu 600 ming. Nerjivenkasi yo'qligini hisobiga o'sha budjetni varianti aka. Eng prostoy pechat. Ha, yo, pechat darvozani originali faqat nerjivenkasi yo'q, yaltirog'i. Ha, ya. Ha. Zara. Zari yo'q. Ason. Mana nerjivenkasi bor 650 ming so'mdan bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. O'rtoqlar, xullas shunday qilib sizlar bilan boshladik ishni. Biz qaytdik. O'zabzor Yevropani kezdi, aylandi, ko'rmagan, kirmagan teshigi, eshigi qolmadi. Yana qaytib kelib, musiqa bilan shug'ullanib, musiqa bilan birga avtomobil bilan shug'ullanib, avtomobil bilan birga uy bilan shug'ullanib, uy bilan birga shogirdlari bilan shug'ullanib yuribdi. Qaytdik, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarim bor. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. 20 taga yaqin darvoza ko'rsatdik akadan. Mehnatlari, ishlari.